Bugungi darsimizda hayit namozini to'liq o'qishni o'rganamiz. Ramazon hayiti namozi. Ramazon hayiti namozi 2 rakatdan tashkil topgan hisoblanadi hamda Ramazon hayiti namozini jamoat bilan birgalikda o'qiymiz. Ramazon hayiti namozi bomdod namozining 2 rakat farzi bilan bir xil o'qiladi. Faqatgina bomdod namozidan 3 tagina farqi bor. O'qilish jihatidan bomdod namozidan 3 tagina farqi bor. Endilikda shu farqlarni ko'rib o'tamiz hamda to'liq o'qishni ko'rsatib beramiz. Bomdod namozidan 3 ta farqi bor deb aytib o'tdik. Bu farqlar quyidagilardir. Birinchi, niyat qilish quyidagicha bo'ladi. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi 2 rakatlik Ramazon hayiti namozini imomga ergashgan holatda o'qimoqlikni niyat qildim deyiladi. Mana shu demak, birinchi farqi niyat qilish masalasi bo'lar ekan. Bomdod namozidan ikkinchi farqi quyidagichadir. Birinchi rakatda sano duosini o'qib bo'lganimizdan so'ng 3 marta Allohu akbar deb aytamiz. Har safar Allohu akbar deganimizda qo'limizni qulog'imiz barobarcha ko'taramiz. Uchinchi farqi ham xuddi shu, birinchi rakatdagi o'xshab, ikkinchi rakatda ham faqatgina ikkinchi rakatda Zam surasidan keyin yana 3 marta Allohu akbar deb aytamiz hamda har Allohu akbar deganimizda qo'limizni quloq barobarcha ko'tarar ekanmiz. Demak, 3 tagina farqi bor ekan bomdod namozidan. Endilikda shuni to'liq video rolik orqali ko'rsatib beramiz. Niyat qilish. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi 2 rakatlik Ramazon hayiti namozini imomga ergashgan holatda o'qimoqlikni niyat qildim deb ko'ngildan o'tkaziladi. Allohu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Hayit namozi xuddi shu holatda ado etiladi. Bundan so'ng imom duolar qiladilar hamda duoga sherik bo'lamiz. Biz ham duolar qilamiz. Shu bilan biz hayit namozini to'liq o'qib bo'lgan hisoblanamiz. Hayit namozini vaqti bor. Hayit namozini vaqtini biz hamma viloyatlar uchun videosida qoldiramiz. Shuni ham eslatib o'tish kerakki, namozdagi barcha qiroatlar Abdulbosit qori Qobilovning YouTube ijtimoiy tarmog'idan olindi. Namozdagi barcha ma'lumotlar esa namoz o'qishni o'rganamiz O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan kitobi asosida tuzildi. Shuni ham aytib o'tish joizki, bizning kanaldagi barcha ma'lumotlarda hech qanday mualliflik huquqi yo'q. Ya'ni siz buni yuklab olib o'zingizni YouTube ijtimoiy tarmog'ingizga, Facebook, Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga bizning ruxsatimizsiz joylash imkoniyatingiz mavjud. Ya'ni bizning videolarda hech qanaqa mualliflik huquqi yo'q. Aksincha, biz videoni qanchalik ko'p tarqatsangiz, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Yana bir bor hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.